Dunyodagi eng beozor narsa nima desa hech ikkilanmasdan menimcha baliq desalar kerak. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarim, yangi ko'rib turganlar. Hammalaringga xayrli kun tilagan holatda bugungi video obzorimiz sizlar bilan birgalikda uyda baliq boqish, biznes qilish haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Qisqa qilib lo'nda tushuntirib o'tib ketaman. Kimdan kim shunaqangi uy sharoitida baliq boqaman desa, sizlarga ushbu ko'rib turgan ilonbosh baliqlarni tavsiya qilaman. Sababi suv tanlanmaydi, joy tanlanmaydi, kislorod ayratirib ortiqcha rasxod yo'q qisqasi. Tanasi o'lib tursa bo'ldi, suv bo'lsa bo'ldi yashayveradi. Bemalol uy sharoitida boqsangiz bo'laveradi. Kimdan kim qiziqadigan bo'lsa, to'liqroq ma'lumot olish uchun Telegramda ilon baliq deb kanal ochib qo'yganman. Bilmayman 6000 tami shunaqangi podpischilar bor, o'sha haqiqiy original kanali bo'ladi. Bo'lmasa video tagiga telefon raqamini qo'yib qo'yaman. Shu telefon raqamni saqlanib qilsalar, Telegram chiqadi. Telegramdan silkasi orqali o'tsalar bo'laveradi. Xo'sh, telefonni uncha ko'taraman, chunki qiladigan ishlarim ko'p o'rtoqlar. Kimdan kim baliq boqaman desa, hozirdan hovuz tayyorlab qo'ysalaring, kunlar isishi bilan baliqni sotuvni boshlaymiz. Kimdan kimga baliq kerak bo'lsa, baliq boqaman desa, mana shu baliq tavsiya qilaman. Uy sharoitida boqqan yaxshi baliq. Chidamli. Uncha kasal bo'lmaydi, uncha nobud bo'lmaydi. Suvsizlikka 3 kun, 4 kungacha turaveradi. Xo'sh, ozuqasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtoqlar, ozuqasi mayda chuvalchanglar, hasharotlar, suvda yashaydigan jamiki narsalar deydi. Qo'shimchasiga tovuqni jigari, molni jigari, qora talog'i, o'pkasini bersangiz bo'laveradi. Achigan, sasigan, hidlangan narsalarni yemaydi. 1 yilda xo'sh, o'ziga yarasha yaxshi boqsangiz 2,5 kilo, 3 kilogacha bemalol tosh bosaveradi. Bozordagi narx-navosi ham hozirgi kunda boshqa baliqlarga nisbatan 10 ming, 15 ming yuqori turadi. Xo'sh, nasl olaman desangiz 1 yildan keyin xo'sh ko'paytirib olsangiz ham bo'laveradi. Bitta erkak, bitta urg'ochidan ko'paytirib olsangiz bemalol bo'laveradi. 1000 tadan milliontagacha tuxum tashlaydi. Uning uchun sharoit qilib berish kerak. Qamishlarni qo'yib bemalol tabiiy sharoit qilib bersangiz, xudo xolasa ko'paytirsangiz bo'laveradi. Ularni ham o'sha kanalda hammasi haqida gapirib o'rgatib ketganman. Kimda kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Baliq boqaman desangiz, uy sharoitida bemalol boqsa bo'laveradi. Oqar suv shart emas. Kranli suvmi, zakanli suvmi, yer osti suvmi, yomg'irli suvmi, qorli suvmi farqi yo'q. Tanasi so'lib tursa bo'ldi. 1 kubiga yetilish hajmi 10 tadan to'g'ri keladi. 1 kub deganda o'shanda masalan 1 metr o'ngga, 1 metr chapga, 1 metr pastga. O'shanda 1 kub bo'ladi. O'sha joyda baliqni yetilish hajmi 10 ta baliqni hisoblayverasizlar. Lichinka tashlayman desalar, ko'proq lichinka tashlayverasizlar. Baliq kattalashgan sari joyda kengaytirib borsalar ham bo'laveradi. Manzilga to'xtaladigan bo'lsak, manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasida. Ismim Ikromjon o'rtoqlar. Xo'sh, Telegramdan kelmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan Lakacha deb yozib qo'ysangiz bo'ldi, bemalol. Qancha bilan boshlasam bo'ladi, nech pul bilan ishni boshlasam bo'ladi deganlarga 5 milliondan 10 million so'mgacha bemalol boshlanishga boshlasangiz bo'laveradi. Bir danaga 30 million, 40 million, 50 million pul tikib olish shart emas. Boshlanishga boqib ko'ring, xudo xolasa eplab ketsangiz, bu yildan keyin yana o'rgatib qo'yaman, o'zingiz ko'paytirib bemalol joyda kengaytirib, zakan zovurlar bo'lsa, o'shalarda boqib katta qilsangiz bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu baliq o'rtoqlar. Go'shi juda ham mazali, vkusna. Mol go'shtiga o'xshagan qattiq bo'ladi. Boshqa baliqlar go'shtiga o'xshab, hali yog'li ekan, boshqa ekan degan narsa bo'lmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha yeyveradi. Qiltanog'i bo'lmaydi, suyagi bo'lmaydi. Asosan umurtqa bo'ladi, qovurg'a bo'ladi. Boshqa suyak yo'q. Xohlang qo'g'irib yeng, xohlang dimlab yeng, xohlang dudlab yeng, xohlang shashlik qiling, farqi yo'q. Go'shti juda ham mazali. Kasal odamlarga bersangiz ham bo'laveradi. Immunitetni ko'taradi, shamollashni oldini oladi. Baliq issiqlik baliq bu. Go'shti juda ham mazali bo'ladi. Yeb ko'rsalar o'zlaring bilasizlar, baho berasizlar. Sho'rva qilib ichsalar ham bo'ladi, juda ham foydali bo'ladi. Shunaqa gaplar do'stlar, foydasi zo'r. Daromad qilaman desalaring, xo'sh, baliqdan yaxshi foyda qoladi. Boshlanishiga 5 million, 10 million tiksangiz, xudo xolasa 40 million, 50 million foyda bilan chiqasiz 6 oyda. 6 oy ovqat yeydi, 6 oy dam oladi. Shunaqa gaplar. Kam kusti bo'lsa, kesalan gaplashaveramiz.